Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Hozir sizlarga diskli baranamizni yangicha talqinda, yangicha ko'rinishda ishlab chiqilganini ko'rsatib tanishtirib o'taman. Mana diskli baranamizga oldi tarafiga tuproqni surib ketish uchun molalar qo'yilgan. Oldingi diskli baranamizda u narsasi yo'q edi. Bunisiga qo'yib qulayligi uchun ishlab chiqarilibdi. Diskli baranamizga har bir bo'limiga, har bir otsekiga 5 tadan mana disklar qo'yilgan qulayligi uchun. Oldingisida 5 tadan ko'proq edi. Nimaga kamaytirildi? Bir xil baranalarimizda o'rtalaridan disklari sinishni boshlagan ekan. Shu sababli hozir 5 tadan qo'yilgan. Baranamizni orqa tarafiga keladigan bo'lsak, mana tuproq tekislaydigan molamiz sal oldiroqqa surilgan va balansini ushlab turish uchun prujinalar qo'yilgan. Ko'tarilganda bemalol balansini ushlab tuproqlarni maydalab ketish uchun. Bu taraflarda ham balansini ushlash uchun prujinalar qo'yilgan. Har xil tekismas yerlar bo'lsa, do'ngliklar bo'lsa, bemalol tushib ko'tarilib yurishi uchun. Ko'rib turganingizdek, juda yaxshi, mukammal ishlangan. Mana bu baranamizni yig'ilishlari hozir o'zgartirilgan. Mana bu tarafidan yig'iladigan bo'ladi. Oldingisida esa mana shu tarafidan yig'ilib noqulay bo'lib qolgan edi. Oldingi diskli baranamizda hozir mana yig'ilgan paytda bemalol bo'y balandligi ham yaxshi bo'ladi, olib ketishga ham qulay bo'ladi. Baranamizga ustidan yana bir qo'shimcha upor berilgan, qo'shimcha tirgak. Bu diskli baranamiz 5 metrlik qilib ishlangan. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Baranamizni mana ko'rib turganingizdek o'ngga chapga surishga joy qoldirilgan. Mana shu yerdan bo'shatib o'ngga chapga surib tekislab o'zingizlarga moslashtirib olsanglar bo'ladi.